Assalomu alaykum hammaga. Men Tailandning Pattaya shahriga keldim. Dohadan sizlarga kichkinagina xonalarni ko'rsataman. Xonani kichik tur obzorini. Qani ketdik. Tailandda kvartirani ijaraga olish arzon. Xonamiz Imperial Tower. Shunaqa ko'rinishi. Hozir xonaga kiramiz, joylashmaganmiz. Xona bir xona. Kunligi $32. Oylik olsanglar $300 ga tushadi. Joy. Mana shunaqa dush, xonasi, tualet, vanna, unaqa qo'yadigan. Холодильник, hamma sharoiti bor. Konditsioner, e'tibor bermaymiz kiyimlarga. Xullas, mana shunaqa xonaga kunlik $32. Juda chiroyli manzara, 21-etaj, mana manzarasi. Mana sohilda. Mana Riviera apartmentlari ham yaxshi, juda chiroyli. Ko'rinishi ham yaxshi ekan. O'sa mana sherigim, tanishinglar. Crash. Va televizor, mikrovolnovka bor. Tailandda issiq havo. Mana shunaqa sharoit. Bu apartamentda 23-etajda, adashmasam, swimming pool areasi bor. Keyin gym bor, 24 soat security. Mana shunaqa apartment joylashgan lokatsiyasi Jomtiyanda. Yoqqan bo'lsa klass bosamiz, obuna bo'lamiz kanalimga, kommentariy qoldiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.